Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Siz bilan bugungi uchrashuvda bevosita ko'rib o'tadigan mavzumiz diqqat haqida tushuncha mavzusi bo'lib, unda asosan ikkita reja, diqqat haqida umumiy tushuncha, diqqatning ta'rifi haqidagi birinchi reja va ikkinchisi diqqatning psixofiziologik mexanizmlari haqida to'xtalib o'tamiz. Diqqat tushunchasiga olimlar tomonidan bir qator ta'riflar keltirilgan. Diqqat bu insonning psixik jarayonlari sifatida hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan psixik jarayon hisoblanadi. Diqqat bu hayotimizning, turmush tarzimizning har qadamida biz uchun o'sha xizmat ko'rsatuvchi psixik jarayonlardan biri hisoblanadi. Mutlaq insonning hayoti va faoliyatini diqqatning ishtirokisiz tasavvur etish qiyin. Shu munosabat bilan diqqat haqida dastlabki o'sha ta'rif sifatida Ivanov tomonidan keltirilgan ta'rifni ta'kidlab o'tamiz. Diqqat deb ongni bir nuqtaga to'plab, muayyan bir obyektga nisbatan aktiv qaratishimizga aytiladi. Ivan Pavlovdan tashqari diqqat jarayoni bilan bevosita shug'ullangan, tadqiqot ishlarini olib borgan juda ko'plab olimlarni keltirib o'tish mumkin. Jumladan Dobrinin, Kuzmin, Straxov, Gamezov hamda Ganaboninlar va boshqa shunga o'xshagan ko'plab olimlar diqqatning vujudga kelishi, ongning bir nuqtaga to'planishi, ong doirasining torayishini bildiradi. Go'yoki ong doirasi bir muncha tig'izlashadi degan tushunchani bildirishga harakat qiladi. Diqqat sezgi, idrok, xotira, tafakkur, xayol, nutq kabi alohida psixik jarayon emas. Shuning uchun barcha psixik jarayonlarda uning qatnashishi va ularning mexanizmda sodir bo'lishi kuzatiladi. Fransuz olimi Cuvier geniallikni chidamli diqqatning o'sha natijasidir deb tushuntirishga harakat qiladi. Demak, qayerdaki geniallik, olimlik, daholik bor, ma'lum bir o'sha daholikka xos xususiyat egasining diqqatni o'sha obyektga faol qaratishining belgisi sifatida tushunish mumkin. Nyutonning kashfiyot fikri doimo shu masalaga diqqatni qaratish jarayonidir deb aytgan fikrlarni ta'kidlash o'rinlidir. Shuningdek, diqqatning inson hayotidagi o'rnini tushuntirish uchun rus tadqiqotchisi Konstantin Ushinskiyning fikri quyidagicha bo'ladi. Diqqat ruhiy hayotimizning shunday bir yagona eshigidirki, ongimizga kiradigan narsalarning barchasi shu eshik orqali o'tib kiradi degan fikrlarni keltirib o'tish mumkin. Haqiqatan ham diqqat eshigidan tashqarida qolgan voqelikdagi barcha narsalar ongimizga yetib kelmaslik, anglanmaslik xususiyatiga egadir. Odam biror narsaga zo'r diqqat bilan qarashida uning tashqi qiyofasida ayrim o'ziga xos o'zgarishlarga ko'z tushadi. Demak, diqqat oddiy psixik jarayon sifatida o'z tashqi alomatlariga ega ekanligi bilan ajralib turadi. Diqqat qaratayotganimizdagi birinchi alomat sifatida shu narsani aytish mumkinki, diqqat qaratilgan narsa yaxshi idrok qilish uchun unga muvofiqlashishga urinishdan iborat harakat amalga oshadi. Go'yoki biz tikilib qaraymiz, quloq solishga harakat qilamiz, xatti-harakatlar uyg'unligiga erishamiz. Ikkinchi tashqi alomat sifatida ortiqcha harakatlardan to'xtash bevosita ta'kidlab o'tiladi. Jiddiy diqqatning xususiyatlaridan biri qimirlamasdan jim turishdir. Masalan, auditoriya va teatr zalidagi jimlik diqqat vaqtidagi harakatsizlik natijasi bo'lib, bu jimlik odamlar o'sha ma'ruzachini yoki artistni zo'r e'tibor bilan tinglashayotganligining belgisi sifatida tushunish mumkin. Uchinchi bitta alomat sifatida kuchli diqqat paytida kishining nafasi olishi sekinlashib va pasayib qolishi kabi holatlar kuzatiladi. Diqqatning obyektga nisbatan aktiv qaratilishidagi tashqi alomatlar bevosita insonning fiziologik o'sha ko'rsatkichlarida ham aks etishini uchinchi o'sha misolda ko'rishimiz mumkin. Diqqatning nerv fiziologik asoslariga keladigan bo'lsak, diqqatning nerv fiziologik asosida orientirovka yoki tekshirish deb nomlangan maxsus refleks yotadi.
Bunday refleksni akademik Ivan Petrovich Pavlov maxsus ibora bilan bu nima refleksi deb atagan bo'lar edi yoki atagan edi. Ana shu refleks odatda organizmda to'satdan birorta yangi narsaning ta'siri yoki haddan tashqari kuchli taassurot orqali hosil bo'ladi. Orientirovka yoki tekshirish refleksi diqqatning fiziologik asosi hisoblanib, bu jarayonda refleks bosh miya yarim sharlar po'stlog'ida kuchli qo'zg'alish jarayonidan iborat bo'ladi. Bosh miya yarim sharlarining postida paydo bo'ladigan kuchli qo'zg'alish manbai nisbatan uzoqroq saqlanib turadigan mustahkam qo'zg'alish o'chog'i hisoblanadi. Ana shu nuqtai nazardan akademik Pavlov diqqatning fiziologik asosini bosh miya po'stlog qismidagi optimal qo'zg'alish manbai tashkil etadi deb alohida ta'kidlab o'tishgan. Pavlov tomonidan kashf etilgan o'sha nerv jarayonlarining induksiya qonuni diqqatning fiziologik asosini tushunib olish uchun ahamiyatga egadir. Mana shu qonunga muvofiq bosh miya po'stining bir joyida maydonga kelgan qo'zg'alish jarayonlari boshqa miya po'stining boshqa joylarida tormozlanish jarayonlarini yuzaga keltirishi bilan xarakterlanadi. Bosh miya po'stining ayrim bir joyida yuzaga kelgan tormozlanish jarayoni o'sha bosh miya po'stlog'ining boshqa joylarida, boshqa uchastkalarida kuchli qo'zg'alish jarayonlarining paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Ayni shu paytda har bir onda miya postida qo'zg'alish jarayoni uchun optimal, ya'ni nihoyatda qulaylik bilan harakatlanuvchi biror bir kuchli qo'zg'alish manbaini vujudga keltirish mumkin bo'ladi. Agar bosh miya suyagi qarash imkoni bo'lganda edi, deydi Pavlov, uning ishidagi miya ko'rinadigan bo'lsa, agar miya yarim sharlarida optimal kuchli qo'zg'alish uchun eng yaxshi sharoit tug'ilgan nuqtasi miltillab ko'rinadigan bo'lsa, yangi sog'lom bir narsani o'ylab turgan odamning miyasiga qaraganimizda, uni miyasini katta yarim sharlarda juda g'alati jimjimador shaklli surati har hajmni har damda bir o'zgarib, turlanib, jimir-jimir qilib turgan yorug' narsani bu yoqdan bu yoqqa yugurib qimirlab turganini va miya yarim sharlarining bu yorug' narsa atrofidagi boshqa yerlari bir muncha xira tortib turganini ko'rar edik. Demak, aynan Pavlovning bu iboralari miya yarim sharlar po'stlog qismida optimal qo'zg'alish markazi hosil bo'lganda, o'sha markaz o'z atrofini yoritish xususiyatiga va miyaning boshqa uchastkalarida yorqin bo'lmagan bir xira holatning sodir bo'lishini tushuntirishga harakat qilmoqda. Diqqatning nerv fiziologik asosini, shuningdek, rus tadqiqotchisi Aleksey Alekseyevich Uxtomskiy tomonidan dominantalik nazariyasining kashf etilishi bilan tushuntirish ham mumkin. Uxtomskiyning asarlariga ko'ra, muayyan nerv uchastkasidagi kuchli qo'zg'aluvchanlik qobiliyatiga ega bo'lgan qo'zg'alish markazi o'ziga xos o'sha dominantalik vazifasini o'taydi. U markaziy asab tizimiga kelgan har qanday qo'zg'alish impulslarini qabul qilib, ularga tegishli javob qaytarishda bosh miya markazlarini tormozlash evaziga o'z faoliyatini yanada kuchaytiradi deb tushuntirishga harakat qiladi. Shuningdek, diqqat shundan iboratki, u nimaga qaratilgan bo'lsa, uni ko'rishi mumkin. Diqqatning kishi psixik faoliyatini biror bir obyektga yo'naltirish va to'plash bilan boshqa obyektlardan chalg'itish mumkin. Bu mulohazalar Dobrinin mulohazalari edi. Galperin dunyoqarashida obyektning paydo bo'lishi bilan diqqat yuzaga keladi degan tushuncha aks etadi. Obyekt yo'qolgandan keyin esa psixik bosim bo'lgan tekshirish, nazorat qilish jarayoni boshlanadi. Demak, diqqat ongning bir obyektga yo'naltirilishi va ongli holatni nazorat qiluvchi jarayondir deb baholanadi. Mana e'tiboringizga diqqatimizni tekshirib ko'rish uchun ma'lum bir fotolavha qaratilmoqda. Diqqat qilasiz, bu yerda alohida bir-biridan xususiyati va tashqi ko'rinishi vazifasiga ko'ra farqlanadigan
o'sha predmetlar qo'yilgan, qanchalik o'sha belgilangan vaqt ichida sizning diqqatingiz ularni qamrab ola oladi, bir-biridan farqini tushuntirib bera oladi degan savol bilan murojaat qilamiz. Demak, bu o'sha vazifa sizga keyingi dars uchun diqqatni ildamligini, tezkorligini va boshqa shunga o'xshagan xususiyatlarni tahlil qilish uchun, o'rganish uchun kichkina bir vazifa. Vaqtni inobatga olgan holatda diqqat haqida boshqa mulohazalarni ham uyda vazifa sifatida o'rganishingizni so'rab qolamiz va keyingi darsgacha salomat bo'ling deymiz. Sog' bo'ling.